Bo'g'in kasalliklari deganimizda bu bo'g'inlarning shamollashi bo'ladi. Shamollashi natijasida o'sha yerlarda yallig'lanishlar paydo bo'ladi. Qon yaxshi yetib bormaydi. Qon yaxshi bormagandan keyin qon aylanishi buzilgandan keyin o'sha bo'g'inlarga boradigan oziqalar yetib bormaydi yaxshi. Natijasida o'ta kasalliklar paydo bo'ladi. Bo'g'in kasalliklariga masalan bel churrasi deymiz, grija diska yo grija позвоночника deyiladi. Bu ham bo'g'in kasalliklariga kiradi. Keyin bo'ksada bo'ladigan og'riqlar koksartroz deyiladi. Tizzaliklarni zamonaviy tibbiyotda gonartroz deyiladi, ya'ni tizzadagi bo'g'inlar. Podagra bor bularning ichida, yana oyoqda panjalarda nima yig'iladi, tuzlar og'riydi. Bular hammasi bo'g'in kasalliklariga kiradi. Bo'g'in kasalliklari bular hammasi sovuqdan bo'ladi, sovuqlik kasalliklari. Sovuqlik natijasida, shamollash natijasida o'sha yerda yallig'lanishlar paydo bo'lgan, qon aylanishi buzilgan, oziqa yetib borishi buzilgan, mana shundan kelib chiqadi. Endi bu yerda asosan nima bo'ladi, nimani hisobiga og'riydi? Bu suyaklarning ustini qoplab turgan tog'aylar bor. Xryash deyiladi rus tilida. Ana o'sha tog'aylarning o'zini ovqati bor. Ya'ni bu kremniy birinchi galda. Yana aptekalarda sotiladi, do'konlarda kollagen deyiladi. Mana shu kollagen moddasi, materiali yetishmaydi. Yetishmasligi natijasida haligi suyaklarni qoplab turgan tog'aylar sekin-sekin yemirilishga boshlaydi. Albatta bular qattiq og'riq paydo qiladi. Buni suyak yemirilyapti deb noto'g'ri tushunishadi. Suyak yemirilmaydi, suyakning ustida tog'aylar yemirilayotgan bo'ladi. Endi buni xalq tabobatida yechimi nima? Yechimi birinchi galda bu ham albatta to'g'ri ovqatlanishga o'tish kerak, ya'ni sovuqli ovqatlarni to'xtatish kerak, issiq ho'l narsalarni iste'mol qilish kerak. Eng asosiysi bu qo'yni dumba yog'i hisoblanadi. U dumba yog'ida ham issiqlik bor, ham ho'llik bor. Masalan, qo'yni dumba yog'idan jizza qilib yeb turish mumkin. O'sha jizzaga ertalab ikkita tuxum tashlab, chala qovurib yeb turish mumkin. Issiq bo'lgani uchun o'sha sovuqlikni sekin-sekin yo'qotib, o'rniga issiq ho'l nima paydo bo'lishiga yordam beradi. Molni yo'g'on ilikli suyaklari olinadi. Uni bir nomako'p suvda yaxshilab qaynatib, mikrob bakteriyalar o'lgandan keyin qaytadan uni yuvib, tozalab, boshqatdan toza suvda qaynatiladi. 5-6 soat uzoq qaynash kerak. Miltillatib qaynatib qo'yadi-da, unga sabzi, piyoz, mana shunday narsalar solinadi. Ana o'sha sho'rvadan haftada ja bo'lmasa bir marta ichib turish kerak. Sovuqdan ehtiyot bo'lish kerak, sovuqli mahsulotlarni to'xtatish kerak.